Bugun esa muzlatgichni tartibga solishga qaror qildim. Har hafta shu holat, muzlatgich to'lib ketadi, ba'zi mahsulotlar yaroqsiz holga keladi. Tezda xolodilnikni bo'shatib, uyga kerakli mahsulotlarni Korzinka Go ilovasidan buyurtma qildim. Mahsulotlarimiz kelguncha kelinglar birgalikda muzlatgichni tartibga keltiramiz. Oilamiz katta bo'lgani uchun mahsulotlarni estetik jihatdan joylashtirish har doim ham imkon bo'vermaydi. Shu sabablarga ko'ra haftada bir marta ortiqcha narsalarni saralab tashlashga harakat qilaman. Toza va ozoda muzlatgich nafaqat tartib, balki mahsulotlarni uzoqroq saqlashga yordam beradi. Tadqiqotlarga ko'ra, muntazam tozalanmagan muzlatgichlarda bakteriyalar ko'payishi mumkin. Ayniqsa go'sht va sut mahsulotlari bilan ehtiyot bo'lish kerak. Muzlatgichni tozalashning eng yaxshi usuli bu iliq suv va tabiiy sirka aralashmasi. Bu nafaqat iflosliklarni ketkazadi, balki noxush hidlarni ham yo'qotadi. Shu kabi kichik qoidalar orqali mahsulotlarni uzoq saqlash mumkin va muzlatgich ham doimo toza turadi. Orada esa Korzinka Go ilovasidan buyurtma qilgan mahsulotlarim keldi. Barcha mahsulotlarni chegirma narxlarida xarid qildim. Bunaqa narxlar hattoki bozorda ham yo'q. Kelinglar endi barcha yangi mahsulotlarni birga joylashtiramiz. Muzlatgichni to'g'ri tashkil qilish hayotni ancha osonlashtiradi. Masalan, ko'p ishlatadigan mahsulotlar oldi tomonda, uzoq saqlanadiganlari esa ichkarida turishi kerak. Shunda hamma narsa o'z joyida bo'ladi va kerakli mahsulotlarni izlashga vaqt ketmaydi. Shunaqa qilib, mana bir haftaga tartibim yetadi.